Ha, bitta ne odamlar yotib-yu, billar yotibdi. Hammamiz birga kelamiz shirkka. Ha, Ilohim hammalarini joylari jannatdan bo'lsin. Hammamiz birga kelib shirkka yotamiz. Alloh ularni shod qilsin hammalarini. Ya. Ziyorat kelyaptimi? Kunduz issig'ida. Kim ekan bu? Boraychi. Keling uka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima xizmat uka? Bugun bir janoza bor. Asrdan keyinga bitta joy qilib qo'ying. Yumshoq suv chiqmaydigan zakazli lyuks joy bo'lsin, karoch. Uzuri uka, betga mayit qo'yilmaydi. Bet eski qabriston. Ko'chani nariyog'ida yangi qabristonimiz bor, o'sha yerga qo'yiladi mayitni. Hozir o'sha yerga qo'yilyapti. Siz bir go'rki odam bo'lsangiz, nimangizga katta ketasiz? Soqqiz olganingizdan keyin bilib ishingizni qilmaysizmi? Qilayotgan bo'lsangiz, bepulga tekinga qilayotganingiz yo'q. Soqqasini olasiz qilyapsiz. Yoki pulni oldindan beraymi? Ha? Pulini cho'ntagingga solib qo'y. Puling ko'payib ketgan bo'lsa, bebechoy yetim yesirlarga bergin. Bu yerda ne odamlar yotibdi, aziz avliyolar yotibdi bu yerda. To'g'ri, senga o'xshaganlar ham bu yerda yotibdi. Oyog'i yerdan uzilganlar bor. Shu yerda hammasi yotibdi. Lekin shuni unutmaginki, sen ham bir kun shu yerga kelasan. Meni qo'limga bo'lmasa ham boshqa menga o'xshagan odamni qo'liga kelib tushasan. Bo'ldi. Men sizni tushundim. Ming bor uzr.